Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana yangi sudgayam tayyorgarlik boshlanyapti. Yangi sud deganim bu, mana bu yaqinda 75 ta davlatga viza berish to'xtatilsin vaqtinchalik degan qaror chiqardi-ku Amerikada. Shu bo'yicha endi odamga yig'ish boshlandi. Hali sud boshlangani yo'q, lekin sudga tayyorgarlik boshlandi. Hozir bitta-bitta nima qilib tushuntirib beraman. Endi bu 75 ta davlatning ichida O'zbekiston ham kiradi, bilasizlar. Xo'sh, qaranglar, bu yerda sud Vashingtonda beriladi, DCda. Ana endi odam yig'ish oxirgi kun, endi oxirgi ariza, sudga qatnashaman degan ariza 6 fevralda uje berilgan bo'lishi kerak. A, Sudga topshirish 20 fevralda bo'ladi. Xo'sh, bu sudga kim qatnasha oladi? Unda yozgan: yo рабочий viza orqali green karta oladiganlar protsessda bo'lsa, yoki oila biriktiruvi bo'yicha protsessda bo'lsa. Oila biriktiruv deganda nima kiradi? Oila biriktiruv deganda er-xotin, ha? Eri yo xotinni chaqiryapti, yo xotini erini chaqiryapti, yo bolalarni chaqiryapti. Endi viza biriktiruv qilyapti. Bolalari keladi, xotinim eri kelib Amerikaga green karta oladi. Yo ota-onasini chaqiryapti, to'g'rimi? AQSh fuqarosi ota-onasini. Yo green kartalik masalan odam bolalarini chaqiryapti. Endi bolalari endi chiqib mana tushundilaring. Chiqib oila biriktiruvi yo рабочий viza. Endi рабочий viza orqali qilmaganman, shuning uchun u рабочий vizaga qanaqa turlar kiradi, kategoriyalar bilmayman. Lekin oila biriktiruvi mana yo AQSh fuqarosi ota-onasini, bolalarini chaqiryapti, yo green kartalik odam, yo xotini, yo eri, yo bolalarini chaqirib shu green karta olib bermoqchi, oladi shu orqali. Mana shu odamlar. Xo'sh, keyin ikkinchisi uje mana bu protsess qaysi joyda bo'lishi kerak? Protsess degani, masalan, men uje DS260 man uje NVCga yuborganman. Uje ishim mani NVCda. Bu deganiki, uje sizni ishingiz Amerikada, bu endi nima-ku? Bosqichma-bosqich bo'ladigan narsa. Oila biriktiruvda birinchi bu arizani Amerikaga topshirasiz, 130 formani. U 130 forma tasdiqlangandan keyin NVC degan joyga boradi. NVCga bordimi, sizga case nomer beriladi. To'g'rimi? Case nomer beriladi, keyin siz DS260 to'ldirasiz. Xo'sh, bu aytayaptiki, demak, sizda agar ishingiz NVCda bo'lsa, case nomeringiz bo'lsa, 260 formani yuborgan bo'lsangiz deyapti, bo'ldi. Ha? Bu. Keyin uchinchisi, boshqa sudlarga qatnashmagan bo'lishingiz kerak deyapti. Mana shu viza bo'yicha. Endi bu yerda kichkina uzoq bergan. Agar siz degan green karta lotereyasi yutgan odam bo'lsa, bu siz uchun emas deyapti. U green karta yutgan odamlar o'yinda, lotereyada. Ular uchun xuddi shunaqa sud bor, lekin uni o'zini alohida ham nima qilaman, videosini qo'yaman. Ular lekin alohida ularning uchun sud. Shuning uchun bu nima qilish kerak emas, adashtirish kerak emas. Masalan, green karta yutgan odamlarni sudi boshqacha, alohida bu. Bu yaqinda mana bu 75 ta davlat viza berilmaydi degan, to'xtatiladi degan narsa bu alohida. Shuning uchun buni almashtirishimiz, nima qilishimiz, adashtirishimiz kerak emas. Mana bu lotereya green karta yutganlarniki to'xtalishi qachon boshlandi? Dekabrdan boshlandi. Bu mana yanvardan boshlandi. Shu. Xo'sh, mana bu yerda pul haqida gapirgan, eng qiziqarli, hamma uchun bu qiziqarli joy. Xo'sh, nech pulda nimaga sudga qo'shilish? Общий summa 2000. Общий summa 2000, lekin boshida $1000 berasiz. Qolgan $1000 viza olgandan keyin. Nam emas. Samolyotga mingandan oldin ham emas. Aeroportga qo'nib tushgandan ham emas. Amerika kelib joylashgandan keyin $1000 deb berasiz. Shunda ham agar $1000 pulingiz bo'lmasa, bular aytayaptiki, $250 dan bersangiz bo'ladi. 4 oy ichida endi pulni bergan bo'lasiz.
Xo'sh, bu yerda endi u kuyadigan narsa keyin sud bo'lmadi agar desak, kuyadigan pulingiz ming ekanda, $1000 ga kuyarkansiz. Agar bo'lmagan taqdirda, sud orqali hal bo'lmasa. Xo'sh, ana endi boshqa savol bo'lishi mumkin. Xo'sh, biza oilada 2-3 kishi bo'lsak-chi? Demak, u biza 2000 dan 6000 berish kerakmi? Yo $1000 dan boshida berishimiz kerakmi 3000 degan savol bo'ladi. Endi bu viza kategoriyasiga qanaqa viza olyapsiz, shunga ham bog'liq. Endi viza kategoriyasi deganimda, masalan, AQSh fuqarosi, masalan, ota-onasini chaqirsa, bu ikkita alohida odam bo'ladi. Yo xotini va bolalarini chaqirayotgan bo'lsa ham, u ham alohida bo'ladi. Alohida bo'ladi. Shuning uchun AQSh fuqarosiniki u alohida application-da u, alohida. Lekin mana bu green kartalik odam bo'lsa, green kartaliklarni masalan xotini va bolasini chaqirayotgan bo'lsa, green kartalik yo eri va bolasini chaqirayotgan bo'lsa, u vaqti bitta case hisoblanadi. Bitta case hisoblanadi. Masalan, eri shu yerda, xotini bilan ikkita bolasi O'zbekistonda. Unga masalan chaqirayotgan bo'lsa, ular bitta case hisoblanadi. Shuning uchun bu odam shu boshida $1000 beradi. Vizani olgandan keyin, Amerikaga kelgandan keyin qolgan $1000 ni beradi. Lekin AQSh fuqarosi bo'lsa, bunaqa emas. AQSh fuqarosida masalan xotini yo bolasini chaqirayotgan bo'lsa, bu yerda alohida bo'lishi kerak. Ikkita forma. DS210 ikkita case alohida case bo'ladi. Shuning uchun ularniki boshqacha. Shuning uchun u 1000 dan boshida 2000 beradi har bitta odamda. Endi har bitta odamga. Masalan, AQSh fuqarosi ota-onasini chaqiryaptimi? U ikkita case, ikkita deal hisoblanadi. Shuning uchun unga ham 1000 2000 beradi. Xo'sh, bunga mana ikkita hozir qarang, qani yana bironta yangi nimasi bormi? Yana bironta gapi yozadigan gapi bormi, yo'qmi? Keyin men o'zimni fikrlarimni ham aytaman shu sud bo'yicha. Xo'sh, endi qaranglar. Menda ikkita case bor. Toshkentda elchixona viza olish kerak, green karta. Bu ikkita holatda ham green kartaliklar bittasi bolasini chaqiryapti, bitta boshqa green kartalik ayol erini chaqiryapti. Ham oila biriktiruvi. Xo'sh, mana shu birinchi green kartalik ayol bolasini chaqirayotganga uje suhbat kunini qo'ygan. 19 fevral qo'ygan. Men uni 100% sudga qo'shaman. Chunki mana bu viza bermaslik, vizani to'xtatish 21-yanvardan kuchga kirgan. Demak, meni odamim, meni klientim 19-ga boradimi? 19-ga borsa, uje fevralda uje bemalol unga viza bermaydi. Lekin bular qanaqa bular o'zi ish qilyapti amerikanslar? Viza bermaymiz deyapti-yu, lekin sizni chaqiryapti. Nimaga? Elchixonaga kelasan deydi, elchixonaga borasiz. Elchixonaga borishdan oldin birinchi medko'rikdan o'tasiz. Unga pul berasiz. Keyin elchixonaga kelasiz. Bu yerda ham endi o'sha pul berganu, baribir hamda suhbatdan o'tasiz, sizda viza bermaydi-yu, sizni ishingizni ma'muriy tekshirishga qo'yadi. Shu bilan ketdi. Va bu mana bu qonun qoidalar agar nima bo'lsa, bekor bo'lsa, keyin viza beriladi-da. Lekin bular shunaqa qiladiki, borib viza bermaydigan qilib qiladi-da bular. O'zi biron maqom qilib. Shuning uchun men bu odamimni sudga qo'shaman. Albatta 100%. Chunki o'zi oldindan bilaman-da, o'zi boradi vizaga, hammasi boradi, pullarni beradi, lekin oxirida nima deydi? Ha, hozir viza berish mumkin emas ekan, shuning uchun kutib turing deydi. To'g'rimi? Lekin bu kutib turingni oxiri tamom bo'lmaydi. Bu odamimni 100% qo'shaman. Nimaga? Sudga. Keyin hozir yana ikkinchi odamim bor. Xo'sh, bu ikkinchi odamim xotini bu yerda green kartalik erini chaqiryapti. Uniki lekin hali suhbat kuni belgilanmagan. Mana endi biza topshirdik. 23-dekabrda tasdiqlandi. NVC ga ishi tasdiqlandi. Ishini endi ular aytdiki, bo'ldi, ishingiz tasdiqlandi, xatosi yo'q. Endi elchixonaga suhbatni kuting dedi.
unga ham albatta Xudo xolasa suhbatga nima kelishi kerak, xat kelishi kerak shu yaqinda. Kelsa ham sudga beraman, kelmasa ham sudga beraman. Chunki kelgan taqdirda ham unga xuddi shunaqa voqea bo'ladi. Medpurukka boradi, elchixonaga boradi, keyin u ma'muriyga qo'yadi, bu 100%. Shuning uchun shuni oldini olish uchun bu odamimni ham hali elchixonaga nimasi qo'ymagan bo'lsa ham, suhbatga qo'ymagan bo'lsa ham, balki qo'ymaydi, balki. Shuning uchun shuni oldini olish uchun u odamni ham uje sudga qo'shaman. Mana shu ikkita odam. Endi hozir nimani linkni qo'yaman, ilovani. Shu ilova orqali registratsiya qilsa bo'ladi. Mana shu sudga topshirasiz ariza, keyin ular sizga aloqa chiqadimi shunaqa. Lekin hali ariza olish linki hali ishlamayapti. Hali endi qo'yamiz degan. Lekin sahifa o'zi o'sha. Hozir men sizlarga sahifani beraman, qo'yaman, ko'rasizlar. Qayoqqa kirish kerak, qanday kirish kerak. 75 deb yozgan. Shu 75 ni bossalaring o'zi chiqadi. Keyin oxirida tagida yozgan, qizil bilan yozgan. Hali chiqadi, qizil bilan yozib qo'ygan. Hali link, hali sahifa qabul qilish, ariza qabul qilish nimasi chiqadi degan. Shu orqali kirib, keyin to'ldirib, shu yuborasizlar arizalaringni. Mana qayoqasi rasmini ham qo'ydim, mayli qizil bilan turibdi tagida. Shu hali chiqqani yo'q nimasi. Bossangiz agar ariza chiqadi, anketa, anketa chiqqani yo'q. Mana shu anketa orqali to'ldirasiz ularga, keyin bilan aloqa chiqadimi, endi qanday odam to'playdi bilmadim. No, hozir videosini qo'yaman. Bu sahifagacha qanday borishdi. Mana oddiy Google ga kirasiz. Google kirgan. Mana qayoqasi rasmini ham qo'ydim, mayli qizil bilan turibdi tagida. Mana oddiy Google ga kirasiz. Google kirgandan keyin Red Eagle Law deb yozasiz. Mana chiqadi. Chiqdi. Bosasiz. Bosgandan keyin mana chiziqcha bosasiz. Group lawsuit. Uni ham bosasiz. 75 turibdi. 75 ni bosasiz. Bosing. Qani. Keyin mana chiqdi. Oxiriga borsangiz, oxirida mana oxirida qizil turibdi. Hali chiqmagan link. Linkni bossangiz, keyin anketa chiqadi. Hali chiqqani yo'q. Shuni tekshirib turasizlar. Mana shu. O'rtoqlar, hammaga omad, videoni tarqatinglar. Chunki bunaqa odamlar bizga ko'p. Viza olmagan yo'q, viza endi olmaydigan. Chunki bu 21-yanvardan chiqdimi? Chunki odamlarning ham nimasi bor-da, suhbat kuniga chaqirgan odamlarni 21dan keyin yo 21-da suhbatga borganlar mana shu hech qaysiga viza bermaydi. Ma'muriy tekshirishga qo'yadi. Shuning uchun suhbati уже belgilanganlar ham bor, hali belgilanmaganlar ham bor. Shuning uchun o'rtoqlar, kutish kerak emas. Vizani sug'urib tortib olish kerak. Mana shu. Yana bitta qo'shimcha qilishimiz kerak-ku. Bizda O'zbekistonda nima qilib panyatga pul berdimi, значит, ishi hal bo'lishi kerak. Bu Amerika o'rtoqlar, bu sud hal qiladi. Bu pulni berdim, menga 100% sudni yutaman degani emas. Yo, mana vizaga boramiz, turistika Amerikaga bizni olmush turadimi? Qancha turadi? Viza kirish, suhbat. Pulni berdim degani viza beradigan emas-ku. Bu ham shunaqa gap. Shunaqa gap emas-ku. Sud endi boshqacha-yu, lekin ma'nosini tushundilaring. Так что $1000 ga arziydigan ish bu. Men ikkita odamimni qilaman. Sudga beraman. Ungacha boshqalar qo'ysa ham, qo'shilsa agar men bilsam, polni men obzorda olib boraman. Progressni qani nima bo'lyapti, nima qo'yyapti. Shu